Hamma UCL sim kartalari sizlarga pulga sotayotgan vaqtda men sizlarga esimni umuman Rossiyada o'tirib bir joydan chiqmasdan bepul aktivatsiya qilishni o'rgataman. Qaranglar, UCL programmasini ustolovga qo'yib olasizlar. Tepada ko'ryapsizlarmi? Megafon Lite deb yozib qo'yibdi. Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Любой video kiraman. Bez VPN shunaqa ishlatyapman. Bir joyda o'tirib chiqmasdan turib men sizlarga aktivatsiya qilib roaminggacha boshqarishni o'rgataman. Buning uchun birinchi o'rinda agar iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store ga kirasizlarda UCL uz deb yozasizlar. Приложениесі chiqib keladi, ko'ryapsizlarmi? Men ustolovga qilganim uchun открытый bo'lsam ham nomerimni chiqarib yubordim. UCL abonenti bo'lishni bo'lsasizlar, eSIM sotib olishni bo'lsamiz, undan keyin boshlashni bo'lsamiz, yangi raqam olishni bo'lsamizda davom etishni bo'lsamiz. Tekinga degan raqamlar bor. Tekinga raqam tanlasangiz bo'ladi. Xohlaganini ustiga bosasizda davom etishni bosasiz. Tarif tanlaysiz. Masalan, men 110 minglik tarifga tanlaganman. Siz mana buni masalan arzonrog'ini tanlasangiz bo'ladi. Yashil pasportingiz seriyangizni va tug'ilgan yilingizni kiritasiz. Pasport seriyamni kiritaman. Tug'ilgan yili. Davom etishni bo'lsasizlar, sizlardan Face ID so'raydi. Undan keyin sizlar ism familiyalaringni avtomatik topadi. O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsak, ommaviy apyorani bosamizda davom etamiz. Endi qaranglar, balans to'ldirish degan joy bor. Eng asosiy joy. Mana shu joyda xohlasanglar O'zbekiston kartasida balans to'ldiringlar, xohlasanglar T-bankka o'zidan ham to'ldirsanglar bo'ladi yoki Sberbankdan ham to'ldirsanglar bo'ladi. Rossiyani xohlagan bankidan to'ldirsanglar bo'ladi. Masalan, men T-bankdan to'ldirmoqchiman. Sistema быстрый платеж bo'lsamiz, shu yerda men T-bank tanlayman. Siz browser qilsam bo'ladi, приложение bo'ladigan bo'lsa, приложениyaning o'zidan oplata qilsanglar bo'ldi. Dalshi davom ettiradigan bo'lsanglar, sizlarga shunaqa QR kod beradi. QR kodni boshqa telefondan rasmga tushirib olasizlar. Mana bunaqa qilib sotuv tarifi подключить qiladigan bo'lsanglar, eSIM aktivatsiya beradi. Aktivatsiya qilasizlar bo'ldi akalar. Keyin o'sha приложениyaning ichiga kirib, agar telefoningizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, для поездкani ichiga bosisizlar, mana bu yerda roaming danini bosib qo'yasizlar bo'ldi. Sizlarda bez atkaz Sherda Rossiyada turib UCL sim kartasi ishlashni boshlaydi. Bu faqat eSIM ni qo'llab-quvvatlaydigan telefonlarga amal qiladi. Agar iPhone bo'ladigan bo'lsa, Samsung S seriyasi bo'ladigan bo'lsa yoki Redmi ning ba'zi bir modellari ham bor. O'shalar hammasi eSIM o'qiydi, o'shalarga to'liqonli to'g'ri keladi. Sizlar qayerdandir sim karta sotib olishingiz shart emas, o'zingizlar shunaqa eSIM ni bemalol besplatni aktivatsiya qilsanglar bo'ladi.